Hop, test tahlilimizni davom ettiramiz. Tetki, birinchi mock test. Biz 15 va 16 ga kelganmiz. Bu yerda sharti quyidagicha. Taim tehvaril titko, qajang almajin kerimil korishipsho. Quyidagi suhbatni eshitib, ya'ni dialogni eshitib, eng mos, eng to'g'ri rasmni tanlang deyilgan va har biriga 4 balldan berar ekan. Hop, bu yerda oson bajarish usuli quyidagicha, ya'ni siz mana 15-da deylik, audioni eshitishdan oldin 4 ta rasmni tahlil qilib olsangiz bo'ladi. Deylik, birinchi rasmda erkak shifokor, ayol uni oldida o'tiribdi. Ya'ni qornini ushlab o'tiribdi. Ikkinchisida erkak mana kasal, ya'ni yotibdi, oyog'i singan, ayol hamshira yoki shifokor holatida turibdi. Uchinchi rasmda erkak mana yakkuk dorixonada ishlar ekan, dori sotuvchi, ayolni boshi og'riyapti va shuni oldiga kelgan. To'rtinchida ayol televizor ko'ryapti. Televizorda mana bu erkak dorini reklama qilyapti. Endi audiosini eshitsak, bittada to'g'ri rasmni topsak bo'ladi. 다음 대화를 듣고 가장 알맞은 그림을 고르십시오. 어제부터 머리가 계속 아픈데요. 그럼 이 약을 먹어보세요. 다시 들으십시오. 어제부터 머리가 계속 아픈데요. 그럼 이 약을 먹어보세요. Hop, mana eshitdingiz. Endi matn qismiga o'tib tahlil qilamiz. 15-sida mana ayol aytdiki, "Oje puto moriga kesok apindeyo." Kechadan beri boshim to'xtovsiz og'riyapti desa, erkak "Krom iyagil mogoposeyo." Unda, ya'ni unday bo'lsa, bu dorini ichib ko'ring. Ya'ni bu dorini iching deb aytyapti. Endi javoblarga qaytadigan bo'lsak, mana javoblar. Ayol boshi og'rib kelgan. Shunda erkak bu dorini iching deyapti. Demak, bizda to'g'ri javob 3 bo'ladi. Qolganlari mos tushmaydi. To'g'ri javob 3. Endi 16-si tahlil qilib olamiz. Birinchi rasmni ko'rsangiz, ayol surat chizyapti. Erkak uni oldida turibdi. Ikkinchisida, hop mana gul do'koni deylik. Ayol bu yerda gul sotuvchisi, erkak gulni so'rayapti mana qo'li bilan ko'rsatib. Uchinchi rasmda erkak suratga olyapti, ayol suratga tushyapti. To'rtinchisi esa erkak do'konda sotuvchi ekan, ayol kiyim tanlab yarashganini yoki yarashmaganini oynada ko'ryapti. Endi audiosini eshitsangiz yaxshiroq tushunasiz. (16번) 이 꽃 참 예쁘네요. 얼마예요? 그건 2만 원이에요. 다시 들으십시오. 이 꽃 참 예쁘네요. 얼마예요? 그건 2만 원이에요. Hop, mana eshitdingiz. Endi matn qismiga o'tamiz. Bu yerda mana erkak so'rayapti. "I kot cham yepineyo, olma yeyo. Bu gul juda ham chiroyli ekan. Olma yeyo. Narxi qancha?" Shunda ayol "Kgon", ya'ni u 2man won yeyo. U 20,000 won deyapti. 20,000 won. Javoblarga qaytadigan bo'lsak, hop, erkak narx so'ragan holat, ya'ni gul chiroyli ekan, qancha turadi desa, ayol mana sotuvchi sifatida 20,000 won dedi. Demak, bizda to'g'ri javob 2. Qolgan javoblar mos tushmaydi. Qolganlari xato. Hop, bugungi tahlil darsimiz shu joygacha edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman. 15-16 ni xuddi shunday shaklda ishlash kerak. Ya'ni birinchi rasmlarni tahlil qilib olasiz, keyin audiosini eshitish davomida to'g'ri javobni bittada topib olsangiz bo'ladi.